Bu rekordlarni bilmasangiz hayratda qolasiz. Dunyodagi eng baland odam Robert Vodlow bo'yi 272 sm bo'lgan. Eshikdan otish uchun engashish kerak edi. Dunyodagi eng uzun soch 5,6 metr. Bu sochni ostirish uchun 20 yildan ortiq vaqt ketgan. Va yana eng tez yugurgan odam Usain Bolt soatiga 44,7 km tezlik bilan yugurgan. Bu mashinaning shahar tezligidan ham tezroq. Buni bilasizmi? Dunyodagi eng katta sher vazni 375 kilogramm bo'lgan. Bu 5 ta katta odamning og'irligiga teng. Lekin eng ajoyib tomoni, dunyodagi eng katta pizza diametri 40 metr. Buni tayyorlash uchun ohdan ortiq odam kerak bo'lgan. Qaysi rekord eng ko'p hayratda qoldirdi? Izohda yozing. Obuna bo'ling, har kuni yangi rekordlar.